Assalomu alaykum, hurmatli brifing tinglovchilari. Joriy yilning 24-fevral kuni imzolangan ekologik ekspertiza, atrof muhitga ta'sirini baholash va strategik ekologik baholash to'g'risidagi qonunning maqsad va vazifalari to'g'risida qisqacha gapirib o'tsam. Ma'lumki, mamlakatimizda ekologik ekspertiza o'tkazishning huquqiy asoslari bundan salkam chorak asr oldin qabul qilingan. Ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinar edi. Biroq ushbu qonunning ko'plab moddalari havola xususiyatiga ega bo'lib, amaliy mexanizmlar xalqaro talablarga mos kelmasligi ekologik ekspertiza samaradorligiga to'sqinlik qilmoqda edi. Ana shunday holatlarni bartaraf etish maqsadida yangilangan qonun Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa iqtisodiy komissiyasi hamda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspert konsultantlari tavsiyalari asosida ishlab chiqildi. Eng muhim yangilik shundaki, atrof muhitga ta'sirini baholash jarayoni ilk bor to'g'ridan-to'g'ri qonun normalarida belgilandi. Ilgari bu jarayon faqat qonun osti hujjatlari bilan tartibga solinar edi. Bu esa o'z faoliyatini boshlayotgan tadbirkorlar va chet el investorlari uchun qulay hamda aniq investitsiya muhitini shakllantiradi. Shuningdek, screening va scoping kabi xalqaro baholash mexanizmlari ham joriy etildi. Ekspertiza jarayonida inson omili muhim o'rin tutadi. Shu bois qonunga muvofiq buyurtmachi, loyihachi va ekologik ekspertlarning huquq va majburiyatlari aniq belgilab qo'yildi. 2024-yilning o'zida davlat ekologik ekspertizasi organlari tomonidan 32 mingga yaqin xulosa berilgan bo'lib, shulardan 700 tasi ekologik talablarga javob bermaganligi tufayli rad etildi. Bu holat loyihalarga nisbatan qat'iy talablar qo'yish zarurligini ko'rsatmoqda. Hozir yurtimizda 400 ga yaqin loyiha hujjatlarini tayyorlash bo'yicha tadbirkorlik subyektlari va boshqa loyiha institutlarida 2000 nafarga yaqin loyihachilar faoliyat yuritmoqda. Yangi qonunga ko'ra bunday tashkilotlar uchun reyting tizimi joriy etildi. Loyihachilar esa maxsus malaka sertifikatiga ega bo'lishlari shart qilib belgilanmoqda. Ekologik ekspertlarga ham qat'iy talablar belgilandi. Endilikda ular vakolatli organ tomonidan attestatsiyadan o'tkazilishi shart. Yangi qonunga muvofiq ekologik ekspertiza xavfsizlik toifalarini ilgari amalda bo'lgan 4 ta toifadan xalqaro standartlarga mos ravishda 3 ta toifaga qisqartirilmoqda. Eng muhim o'zgarishlardan yana biri ekologik xulosa berishda jamoatchilik fikrini inobatga olish majburiy bo'ldi. Atrof muhitga ta'sirini baholash strategiyasi, ekologik baholash mezonlari joriy etilmoqda. Faoliyatning shaffofligini ta'minlash maqsadida elektron hukumat tamoyili asosida avtomatlashtirilgan axborot tizimi joriy etilmoqda. Bu tadbirkorlik subyektlariga davlat ekologik ekspertizasiga oid hujjatlarni onlayn tarzda taqdim etish va elektron shaklda xulosa olish imkonini beradi. Sohani raqamlashtirish, inson omilini qisqartirish, ortiqcha ovoragarchiliklarni kamaytirish va shaffoflikni ta'minlash orqali korrupsiyani oldini olish. Yangi tizim amaliyotga joriy etilishi natijasida obyektlarning atrof muhitiga ta'sirini har tomonlama baholanadi. Ekologik xulosalar sifati oshadi. Jamoatchilik ishtiroki ta'minlanadi. Investorlar uchun ishonchli va shaffof mexanizm yaratiladi. Shuningdek, davlat dasturlari va bosh rejalar strategik ekologik baholash asosida baholanadi. Loyihalar murakkabligiga qarab ekspertiza muddati va to'lov miqdori aniq belgilanadi. Loyiha tashkilotlari uchun reyting tizimi joriy etiladi. Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali ekologik talablar haqida o'z vaqtida aniq ma'lumotlar berib boriladi. Elektron tizim takomillashtirish orqali tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatdan o'tkazish paytida o'z faoliyatini turiga mos ekologik talablar haqida avtomatik ravishda xabardor qilinadi. Shuningdek, ushbu tizim boshqa davlat organlarining platformalari bilan integratsiya qilinadi. Yangi qonun Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan fuqarolarning qulay atrof muhit
hamda uning holati to'g'risida ishonchli axborotga ega bo'lish huquqini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, shaharsozlik hujjatlari va loyihalarni jamoatchilik muhokamasidan o'tkazishning huquqiy asoslari yaratiladi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'lingizlar.